va iyul oylarida 1 milliard 71 ming so'm mablag' tushumlari rejalashtirilgan va 1 milliard 598 million 812 ming so'm mablag' mahalla jamg'armasi hisob raqamlariga o'tkazilgan. 2025 yil dekabr asosiy masalaga o'tamiz to'g'ri. Chunki mahalla bilan bir to'qqiz mahalla yettilik amalga oshirish ishlar jarayonida o'zimiz ham ishtirok etyapmiz. Amalga oshirish ishlar xuddi shu boyagi jamoalardan mablag'lar ajratishni ham o'zimiz ko'magimizdan amalga oshirilayotgan jarayonlarni o'zgarishlar ham qo'llab tasdiqlayapmiz. Asosiy masala nima savollar bor bu yerda? Savollar yo'q. Doimiy komissiyada ushbu masalani hal eta o'rganib chiqildi. Komissiyaning xulosasi joriy. Yaxshi. O'tgan faqat sizga bitta uyushmani tashkilot rahbari sifatida biroz jamoalar masala yo'q. Biroz jarayonda bo'ladi. Qaysi tashkilotni muhokamasi bo'ladi. Masalan, xalq qabulxonasida vaziyatlar kommunal tashkilotlar bo'yicha vaziyatlarda mahalla uyushmasi xodimlari ishtirok etmasi mas'ul holda. İlk to'g'ri chaqirilgan ilk mahallalarda bo'layotganda ular ogohlantirish sessiyasiga ishtirok etishi kerak bo'lgan ishtirok etishni oldinda, ya'ni mahalla raisi, uyushmasi oldinda mas'ul prokuror o'tgan safar shunaqa vaziyat bo'lib qoldi. Uyushmasi tegishli bo'lgan jarayon o'rinbosarga telefon qilingan, kotibayotgan kelishim mos qilingan, uchinchi mahalla e'lon qilingan, lekin deputatlarda o'zgarish savollar bo'lgan. Chunki bitta tashkilotda savol ishlatgan jarayonda sizni mahallaga tegishli jarayonlar bo'ldi. Bu yerda mahalla turib, buni tasdiqlab qo'yayotgan mahalla oldini kirib bera olmasa, qo'yayotgan mahalla uyushmasi aybdor bo'ladi. Shularni bu aybi nazoratga chetda qoldi. Bu boshqacha bo'ladi. Hisobotga marhamat, doimiy komissiya xulosasini o'qib eshitish istadim. Xalq yurtlari ommaviy shahar kengashining mahalliy byudjet tadbirkorlikni rivojlantirish, iqtisodiy islohotlar qurilish va kommunal soha masalalari bo'yicha doimiy komissiyasi O'zbekiston mahalla uyushmasi Olmos shahar bo'limining 2026 yil 18 avgustdagi 424 sonli O'zbekiston mahalla uyushmasi Olmos shahar bo'limining 2026 yil yanvar-iyul oylarida mahalliy byudjet jamg'armasi mablag'larining shakllanishi sarflanishi hisobotini hamda 2026 yil 18 avgustdagi 426 sonli murojaat xatini ko'rib chiqdi. O'rganish davomida mahalliy byudjet jamg'armasi mablag'larining shakllanishi, mahalla kesimida hisob raqamlarini yo'naltirish, mavjud mablag'lar maqsadli sarflanish hamda mahallalarning ijtimoiy, iqtisodiy va obodonlashtirish bilan muammolarni hal etishga yo'naltirilgan xarajatlar holati tahlil qilindi. Hisobotga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 21 dekabrdagi PQ-102 sonli qaror asosida tasdiqlangan nizom talablariga muvofiq 2026 yil uchun shahardagi 41 ta mahalla fuqarolar yig'inidagi fuqarolar yer va mol-mulk soliqlarini undirilgan tushumlarning 10% hisobidan jami 1 milliard 617 million 409 ming so'm mablag' shakllantirish rejalashtirilgan. 2026 yil yanvar-iyul oylarida 1 milliard 598 million 812 ming so'm mablag' mahallaning vazirlikda ochilgan hisob raqamlariga o'tkazilgan. Yuqoridagi hisobga olingan holatda komissiyamiz 51-chi sessiyada tasdiqlash maqsadiga muvofiq hisoblanadi. Qo'shimcha mulohazalar bo'lmasa, sessiya qarori tasdiqlanishi tarafida biz respublika tasdiqlashini hozirda qarshilab betaraflar tasdiqlandi. Bunda 6-chi masala, ya'ni to'g'ridan-to'g'ri ovozni qo'yish masalasi, ya'ni O'zbekiston Oliy Majlisi Senati Kengashi 2026 yil 2 yilga viloyat tuman shahar kengashi sessiyalarida mas'ul davlat
organlari va tashkilot rahbarlari murojaatlar bilan ishlash bo'yicha axborot xizmat eshitish samarali tashkil etilish chora-tadbir to'g'risida 165 sonli qaror ijrosi to'g'risida tuman deputatlar qaror loyihasidagi tarqatilgan huquqlar tasdiq usulini hozirlar qarshilar betaraflar yo'q. Bu tarafda oxirgi masala men to'g'ridan-to'g'ri ovozga qo'yish bo'yicha belgilab olganmiz. Xalq deputatlar almashuv kengashi 2026-yildagi 26 sonli qarorni bekor qilish to'g'risida qaror loyihasi amalga tarqatilgan. Xalq huquqlar tasdiq usulini hozirlar qarshilar betaraflar yo'q. Rahmat. Kesak kun tartibida kiritilgan masala barchasi o'qib chiqildi. Sessiya olib borish bo'yicha yuzasidan taklif bor. Taklif bo'lmasa, sessiya o'tkazgan yuzasidan hozir so'rovnoma sessiya o'tkazib berish tamom. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar. Sessiya ishtirokchilari. Bugungi ikkinchi chaqiriq Xalq deputatlari Oqim shahar kengashining 51-chi sessiyasida kengashga saylangan 24 nafar deputatlardan 16 nafari studiyada ishtirok etdi. Yuzimli sabablarga ko'ra 8 nafar deputat ishtirok etmadi. Bo'lib ta'minlandi. Sessiya ishini kengash raisi G'aymuxtor Dilmurodovich olib bordilar. Sessiyada shahar kengashi deputatlari, shahar hokim o'rinbosarlari, shahar siyosiy partiya raislari ishtirok etdilar. Sessiya kun tartibi bo'yicha 7 ta masala ko'rib chiqildi. Doimiy komissiya tomonidan xulosalar o'qib eshitildi. Deputatlar tomonidan kun tartibi bo'yicha qo'shimcha savol va takliflar bildirildi va qaror tasdiqlandi. Sessiya davomida reglament tartib qoidalari buzish holatlari kuzatilmadi. Hurmatli sessiya ishtirokchilari, boshqa savol taklif bo'lmasa, shunda 7-chaqiriq xalq tomosha kengashi